mashayixlarning huzurida do'stligimiz zo'r deb maqtangan kishilarga savollar berishgan ekan. Do'stlikni bilamiz deyapsizlar-ku. Do'stingning cho'ntagiga so'ramasdan turib qo'lingni suqib pulni ola olasanmi desalar, yo'q, so'rab olamiz debdilar. Unda haqiqiy do'st emas ekansan debdilar. Uning cho'ntagidagi pulni so'rab oladigan darajadagi do'stliging bo'lsa, unda haqiqiy do'st emas ekansan degan ekanlar. Do'stlik shu qadar bo'lish kerak ekanki, hatto orada shuning istiholasi ham bo'lish kerak emas ekan. Xuddi o'zinikidek muomala qilsin deyapti. Birovdan yaxshilik ko'rgan odam yaxshilik qilgan odamga sovg'a ko'tarib kelyapti. Odatda shunaqa narsa ko'p bo'ladi. Bu nima dedi bu odam? Menga yaxshilik qildingiz, shuni evaziga sovg'a olib keldim. Yo'q, buningni ol dedi. Agar do'sting senga shu bir narsa evaziga yaxshilik qiladigan bo'lsa, undan do'stdan voz kech. Hech narsasiz yaxshilik qilolmaydigan do'st bo'ladigan bo'lsa, namozga tahorat qilganda tahorat qilda, 4 takbir aytib, undan do'stning janozasini o'qib qo'yaver dedilar. Hojatingda shundoq chiqarib bera olmaydigan do'stning janozasini o'qib qo'yaver dedilar. Hojati chiqarib bera olmasa, hech narsasiz, masalan, undoq do'sti kimga kerak bor? Unda do'stdan nima hojat yoki? Do'st mana shunda vaqti kerak bo'ladi. Aytadilar yana mashoyixlarimiz. Bugun do'stlar shunday ko'payib ketdiki, so'rashganlarida hatto uyingdagi hayvongacha so'rashadi. Uyingdagi hayvongacha so'rashadi. Arzimas mayda chuydagacha so'rashadi. Sariq chaqa so'rasang, rangini ko'rsatmaydi. Shunday do'stlar borki, so'rashganda salomdan nariga o'tmaydi. Agar muhtoj bo'lsang, jonini beradi deydi. Do'stlarning farqi shu qadar. Ya'ni bu haqiqiy do'st bilan soxta do'stning farqini shu o'xshatma tarzida keltirishyapti.